Endi qanaqa edingiz? Kelganda o'malab kirganman. O'malab kelgan. Zo'rg'a ikki kishi qo'ltig'imdan ushlab olib kirib qo'ygan. Qilgan ukollari meni battar qilib qo'ydi, to'g'risi. Natija necha kunda bilindi? Natija 4 kunda bilindi. Natija 4 kunda bilindi. Hali o'tirolmasdim, tursam yurolmay qolar edim. Muolajalarda eng yoqqani kinezologiya. Yurishga qiylanardim. Hozirab shu 10 metr yursam eplanolmay o'tirib qolib, og'riq kuchli edi. Belimdagi tortishni endi aytsam birov tasavvur ham qila olmaydi. 1 tonna tosh pastga qarab tortar edi. Nozimjon ko'rib, "Opa, siz yiqilganmisiz?" deb so'radi. "Ko'rmay turib yiqilganmisiz?" dedilar. Bularda ishonch bor ekan. Belimni ko'tarishim yengil, alhamdulillah, Xudoga shukr. Maşallah. Mana Ashetdan piyada o'zim chiqdim, mana cho'qqiga davr. Shu Xudoga aytganim bor ekan, sizlarga ro'para qildi, sizlarni menga ro'para qildi. Alloh shifo berdi. Rahmat. Geneta qildirdim, nerv qisilishi dedi. Dorilar yozib berdi, ukollar oldim. Natija bo'lmadi. Keyin oxirali YouTube'dan nimalarni ko'rib, "Ha, men shu yerda yaxshi bo'laman" degan umid bilan keldingiz. Umid uyg'ondi. Natija necha kunda bilindi? Natija 4 kunda bilindi. Natija 4 kunda bilindi. Hali o'tirolmasdim, tursam yurolmay qolar edim. Mana daldir yuradigan bo'lib qoldim. Bo'g'im og'rig'i diskriziya bo'yicha kelganman. Xudo xolisa mana shu yerda davolanib, ancha o'zimni yengil his qilyapman. Yuryapman, Xudo xolisa. Muolajalar qanaqa ekan? Muolajalar rosa yaxshi. Menga hech ham bunaqa joyda davolanmagan edim. Maza qilyapman. Kelganda o'zingiz harakatlanamiz yoki bilan? Yo'q, ko'tarib kelgan. Nevaram ko'tarib kelgan meni. Nozimjon rahmat, tanjoni sog' bo'lsin. Yotadi dedi, mana yotdim, Allohga shukr. O'zim harakatlanyapman, o'zim bemalol turib olyapman, yiqilganlarim ham yaxshi hozir. Kelinglar, ko'ringlar. Sababchi bular bunga avvalambor Alloh, ularga sababchi shular. Shuncha Andijondagi hamma больницада yotib chiqdim, yaxshi bo'lganim yo'q. Ularga kelib ancha yaxshiman, Allohga shukr.